Do'stlar, Andijonga shu bo'lgan mahallaga yetib keldik. Nimaga shu bo'lgan deyapsizmi do'stlar? Bitta 20 ta qo'shni, bitta bo'pti mahallani mo'shni qilib asfalt bostirib olishdi. Endi kommentariyada yozinglar. Hamma viloyatga qo'shnilar shunaqa aqlmi yo faqat Andijondagilar shunaqa mo'shni, drushni bo'ladimi? Do'stlar qaranglar, Farg'onalik maxsus asfalt jamoasi do'stlar qaranglar, asfaltni mo'shni qilib yotkizib berishibdi. Bir tonnasini 650 ming so'mdan do'stlar rossiyskiy bitimlardan plotnosini ham do'stlar bosilganini o'zida 5 santimetrlik qilib berishgan ekan. Bir tonnasini do'stlar 650 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Xonadonga bo'ladigan bo'lsa 1 kvadrati 59 mingdan 65 minggacha. Narxi ichiga asfalt usti haqqisi bundan tashqari taydagi 0 jo'g'li zasipkalari ham do'stlar olib kelib beradigan bo'lsangiz xizmatlarni bonus qilib berishadi. Biz hozir Andijonda turibmiz do'stlar. 20 ta qo'shni omad drujniyligiga tan berib yubordim. Endi do'stlar kommentariyada yozib qo'yinglar. Hamma viloyatda shunaqa drujniymi, yo'qmi? Endi o'zi salarga qolib ketdi. Qaranglar, oldin obod yo'llar do'stlar jamoasi bo'lgan, hozir maxsus asfalt jamoasiga o'zgartirilgan. Sababi asfaltlari do'stlar zavodda o'zlari uchun maxsus ishlab chiqarilar ekan. Video pastda nomerlar bor, aloqaga chiqsang, mo'shni qilib uyingizga ham do'stlar kerak bo'lsa ko'changizga ham zo'r qilib asfalt qilib berishadi. Sog' bo'linglar.